chirib ketgan, eshigini urug'ini yo'qolib ketib qolgan. O'shani hisobiga eshik yaxshi yopilmayapti. Bugun sizlar bilan Vero V60 penasini montaj jarayonida qanaqa qilib sepishni o'rganamiz. Birinchi pena sepishimizdan oldin qilinadigan ish, romni o'sha pena sepadigan joylarini changidan tozalab olishimiz kerak. Biladigan ustalar uchun eslatma, bilmaganlar uchun ma'lumot. Pena sepadigan joyimizni changidan, kiridan tozalab olmasak, mana shu zazorlarda pena ishishi, siqishi, mustahkamligi ancha yo'qoladi. Pena sepishga kelganimizda me'yordan oshirmasdan sepishni tavsiya qilaman. Ko'p sepsangiz profili bukishi ham mumkin. Kam sepsangiz bu yerda teshik hosil bo'lib qolishi ham mumkin. Biz romni o'rnatdik, penalarni sepdik. 20 kun uzog'i 1 oy ichida atkaz qilishlari shart. Chunki pena chirish xususiyatiga ega. Quyosh tushgandan keyin bu chiriydi. Chirigandan keyin mana bu yerda bo'shlik paydo bo'lib qoladi. Qish kunlarida ham sovuq kirib ketishi juda ko'p bo'ladi. Vero V60 penasini ishlatib ko'rdik. Sifati zo'r ekan, ishlari ham zo'r. Bu videoni romchi, ishichi do'stlaringizga yuborib qo'ying.